Assalomu alaykum. Har bitta xonadonda bo'lishi shart bo'lgan sog'lom hayot komplekti. Bu komplektda toza qovoq yog'i, o'zimizning mesli deydi-ku, ya'ni sovuq siqimda olingan qovoq yog'i, olma sirkasi, yantoq asali va yantoq giyohini o'zi. Qaranglar o'rtoqlar, 25 dan 35 yoshgacha bo'lgan oraliqda pala-partish ovqatlansak ham, pala-partish bu narsa yeb ichsak ham oshqozonlarimiz zo'r ishlaydi. Negadir 35 dan keyin 40 dan keyin o'tpuyda muammolar boshlandi. Ana o'sha 25-35 yoshingizdagi oshqozonlaringiz zo'r ishlashini xohlasangiz, hazmlaringizda muammo bo'lishini xohlamasangiz, o'tpuyingiz zo'r ishlashini xohlasangiz, tosh yig'ishini xohlamasangiz, mana har 6 oyda, hech bo'lmaganda yilda 1 oy qovoq yog'ini iching. Undan tashqari, hazm yaxshi bo'lishini xohlasangiz, olma sirkasi kunlik ovqatlanish ratsioningizda bo'lishi shart. Tushlik va kechki ovqatdan oldin, hech bo'lmaganda. Yantoq giyohimiz, yantoq giyohini o'rtoqlar, jigar tozalashga, yo'g'on ichimlik faoliyatini yaxshilashga foydalaninglar. Yilda hech bo'lmaganda 10 kun, 15 kun. Agar 6 oyda bo'lsa, yana ham zo'r. Endi yantoq asali. Yantoqning xususiyatini eshitdinglar, bildinglar, bilib kelyapsizlar. Asalini endi gapirmasa ham bo'laveradi. Demak, sog'lom hayot komplekti bo'yicha savollar bo'lsa, ekran ostidagi raqamlarga, kaminaga murojaat qilaverasizlar. Undan tashqari kaminada yana bir zo'r mahsulotlarimiz bor. Telegram orqali salomat bo'lasiz. Xo'p, o'rtoqlar, mahsulotimiz ma'qul kelgan bo'lsa, 90lik 995 40 33 ga Telegram orqali aloqaga chiqasizlar.